Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, albatta tekinga mebel olasizlar. Albatta bitta qiynalgan oilaga Xo'ja akamiz mebelni Mahmudjon shuni obunachilaringizdan bittalari yo aloqaga chiqishadi yoki-da mana eng zo'r yo'li kommentariyaga yaxshi bitta tilaklaringni yozib qoldiringlar. Xo'ja akamiz o'zlari tanlab, aniqlab, o'zlari olib borib o'rnatganlar videolarini beradilar. Bundan tashqari 890 ming so'mdan mana shunaqa mebellarimiz, arzon mebellarimiz hamda xonadonlarga borib joyga o'rnatib beradigan mebellarimizni ham videomizning oxirida obzor qilib o'tamiz. Xo'p, haqiqiy qiynalgan odamlarga yetib borish uchun, qiynalgan odamga biz ana shu mebelni berishligimiz uchun sizlardan like, podpishka qilinglar, yaxshi zo'r kommentlarni qoldiringlar hamda videomizni oxirigacha ko'ringlar. Hozir biz sizlarga birinchi arzon mebellarni, keyin ichkariga kirib noyoblarini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahmudjon kelinglar, yaxshimisizlar? Men yorug'on chiqib qo'ymaysizmi aka? Yo'q, xudo xolasa, siz obunachilaringizdan Mahmudjon Ro'zjonovdan ko'rdim deganlarga mana shu 1.20 uzunligi, balandligi 2 metr bo'lgan mebelni 890 ming so'mdan chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'yicha demaymiz, O'rta Osiyo bo'yicha ham chiqarib bera olamiz. Farqi yo'q. Dastavkasi albatta o'zlaridan bo'ladi. Albatta. Bo'lmasa bu mebel bekor yopib qoladi. Andijon bo'yicha, shahar bo'yicha dastavkasi bepul. Andijon shahar bo'yicha bepul. Endi bu yerda bugungi videomiz do'st faqatgina bu arzon mebel bo'lmaydi. Zakaz yo'nalishida qildirmoqchi bo'lganlarga neoklassika, klassika, high-tech, minimalizm barcha mebellarni obzorini qilib beramiz. Gotoviy mebellarni ham obzorini qilib beramiz. Chunki kimgadir srochniy to'qilayotgan bo'ladi, srochniy oshxona mebel kerak bo'ladi. Shunaqa insonlar uchun ham xudo xolasa hamma yo'lda yoritib beramiz. Xudo xolasa bugungi videoda. O'zingizga yoqqanini obzor qilib bering aka. Go'zalini. Shkalatini mashetdagini, keyin narigilarga kiraylik. Gap yo'q. Bizda endi standart variantlar 1.20, 1.72 metr 2 yuqori bo'ladi. Ashlarni xudo xolasa yoritib beramiz. Mana bu 1.20 dan boshlaylik obzorini. Hozir aytib o'tganimizdek 890 ming so'm. Stolechnicasi buniki Xitoy tekstolet keladi. O'zimiz bosamiz bularni. Bular rossiyskiy laminat va mexanizmlari vakuum. Oldingida oddiy taqillama shanli emas. Orqalari ham MDF dan ishlangan. Rakvinasi kerak demoqchi bo'lganlarga rakvinasini ochib bera olamiz. Xohlasa buni rakvinasini o'ngga tushadigan variantlari ham bor, ya'ni o'ng tarafiga. Endi bu 890 ming so'm bu ketdi. Uzunligi 1.20, balandligi 2 metr. Birinchisi. Ha. Endi bu yerda hop 2 metrligimiz bu. Bu ham rossiyskiy laminat, mexanizmlari vakuum. Buni narxini bo'ladigan bo'lsa 1 million 700 ming so'mdan beramiz. 1 million 700 ming so'm. Ko'ring, o'ta go'zal narx. Uzunligi 2 metr, balandligi ham 2 metr. Bu 1 million 700 ming so'mdan chiqadi. Xohlovchilarga mana 1.70ligi bor. 1.70lik, uzunligi 1.70 bo'ladi, balandligi 2 metr. Buni ham mexanizmlari vakuum, orqasi MDF bo'lgan. Rakvini xohlasin chapga, xohlasin o'ngga ustanovkasi bo'la oladi. Buni narxini bo'ladigan bo'lsa 1 million 500 ming so'mdan chiqarib beramiz. 1 million 500 ming. Bu faqat bitta sharti bor, sizni obunachilaringiz nomidan chiqsa, siz nomingiz orqali chiqsa. Hop, kattaroqlardan-chi o'lcham umuman kattaroq mana bu yerda mana hop 270 larimiz bor. Bularimiz mana bu yerda настольный gaz o'rni bor, bu yerda vitrishkani joylashuvi bor, bu yerda duxovka tushadi. Rakvini buni bu o'ng tarafga tushadi. Agar xohlasa mana chap tarafga tushadigani ham bor. Buni narxini 5 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 5 million 200 ming so'm joyiga tushsa olib borib o'rnatib olamiz. Olib borib o'rnatib bera olamiz. Qirg'oqlari plastmassa kromka, mexanizmlari vakuum. Endi bu yerda 2 qirolilari bor. Tortmalari 3 talik bo'lgan aka. Xo'p, rakvini xohlasin o'ngga, xohlasin chapga ustanovkasi bo'laveradi aka. 3 million 600 ming so'mdan. Rakvinasi ichidan bu ham. Siz obunachilaringizga. Rakvinasi shunda bepulmi? Bepul. 3 million 600 ming so'm ichida. 5 ta oling aka. Endi bu ham rossiyskiy material, mexanizmlar vakuum, tepada galogen chiroqlar 3 xil svetda yonadi. Birinchi olib cho'rib buni teskari qo'yib berishganmi, oyog'ini osmondan? Yo'q, bu mana svetilniki borligini hisobiga shunaqa. Bo'ldi. Xo'p, menimcha 5 ta bo'ldi shekilli, 5 ta bo'ldi. Do'stlar, endi ichkaridan ham yana bir video obzorlar qilamiz. Do'kondan Xudo xolasa. Mahmudjon, endi bu yer do'konimiz. Do'konimizda o'z ko'rib turganingizdek zakaz yo'nalishdagi mebellarimiz. Bu yerda high-tech fasonlar bor, bu yerda neoklassik fasonlarimiz bor. Endi bu obzorni high-techdan boshlasak bo'laveradi. Endi bu high-tech fasonimiz o'zidan qolar gap yo'q. Ruchkali varianti ham bor, bez ruchka varianti ham bor. Buni biz bez ruchka holatda ishlaganmiz. Tepa qismlarini ochilishi mana bosasiz, o'zi ko'tarib beradi. Mana shu holatda yopib qo'yiladi. Bu qismlari past qismini ochiladigan qilib ishlaganmiz. Keyin bizda faqatgina plastmassa povoq kromka qilganda eshikning qirg'og'i emas,
ichlarigacha полностью stanod yopishadi. Glubinasi ham chuqur holatda ishlanadi. Undan tashqari biz obunachilarimizga, klientlarimizga granitlarni ham ichida qo'shib beryapmiz. Undan tashqari yana qo'shimchasiga bu yoqda rakvinasi, simesiti, sushulkalarini qo'yib beryapmiz. Bu yoqda mana qoshodonlari bor. Shulargacha полностью biz o'zimiz mebelning ichida. Endi buni eng glavnisi pulini ish puldan buni ustaga deganlarga puli xuddi mana shu holatda seydigan bo'lsak 1 pagonli metr 3,5 million so'mdan. Yo bizga masalan mexanizm vakuum bo'lsin, o'rtacharog'i bo'lsin degan bo'lsa 3 million 300 ming so'mdan bo'ladi. Installationisi ham rossiyskiy bunisidan emas, yuqorog'idan bo'lsin desa yana ham arzonlaydi. Endi hozir cho'ntagiga qarab turib ko'tarilib pasayib ketaveradi mana 2 million 800 mingdan boshlab 3,5 million so'mgacha mana shu high-techlarimiz ham. Endi hozir uni yana ham yangilik keldi. Mana bu installationsimiz. Yaqinroq olib kelsangiz buni qo'limdagi tosh taxtaga chiqarib ishlatsam bo'ladi. Hazilkamdan chizib qo'ymayapman. Bu issiq choynakni qo'ysa ham, qozonni qo'ysa ham, trishena bo'lib qoldi, ajok bo'lib qoldi degan narsadan mustasno bu mebelimiz. Xizmatini qilib beradigan go'zal narsa xudo xolasa. Endi xuddi shu installationdan buni ham qilib beryapmiz. Shuni 3,5 milliondan chiqyapti. Eng quyi pastki holatda 2 million 500 mingdan boshlanadi. Unda mana bu tepa qismi yo'q bo'ladi, 220 holatiga esaladi. 2 million 500 ming eng arzon. Eng arzon. Uni mana holatida bo'lsa 3,5 million so'mdan chiqadi. 3,5 million so'm. Endi bu krashinli MDFimiz bo'ladigan bo'lsa, bunda 1 pagonli metri 3 million so'mdan boshlanib 3 million 600 ming so'mgacha yasaymiz. Bu ham hozir aytilgandek installationsasi, ishlangan mexanizmi, kraskasiga qarab turib narx-navosini arzonlat qimmatlatoramiz. Buni bir xilda eng qimmat narxini aytsa, kimlardir telefon qilyapti-da, siz dedi 3,5 million so'm deyapsizmi? 3 million 300 mingdan ko'rdim, 3 million 200 mingdan ko'rdim deyapti. Bizda ham arzoni bor, yo'q emas. Endi hamma narsaning arzoni ham bor, qimmati ham bor. Masalan, oddiy misol 16 Pro Max 1200 dollarga olsangiz ham telefon, 200 dollarga bitta Samsung yoki Redmi ishlatsangiz ham u ham telefon. U yo'la aloqa vositasi, lekin iPhone ishlatgandan mazasini biladi, puliga yarasha narsa. Bizda baribir qatib qolaveradi. Bizda endi mebelimiz ham shuni singari. Arzoni ham bor, qimmati ham bor. Ko'pchilik o'ynaydi, bu qimmatchi usta ekan deydi. Yo'q, biz arzonini qilsak ham, qimmatini qilsak ham xizmat haqqimiz bir xilda qolaveradi. Bu yerda klientlarning puliga yarasha narsa bo'ladi. Xuddi mana shuni pagonimetri qanchadan? Xuddi shuni pagonimetri 3,5 million so'mdan zo'r qilsa beraman. O'zi 3 million 600 Mahmudjon TVdan, Mahmudjon Ro'zjonovdan ko'rdim desa, siz obunachilaringiz nomidan chiqsa. Xo'p, endi aka siz qanaqa materiallardan yasab berasiz o'zi? Necha xil material? Laminat bor, akril bor, MDF bor, shpon bor. Shu materiallarimizdan hozirgi kunda yasayapmiz. Eng arzoni qancha, pagonimetri eng qimmati qancha? Eng arzon 2 million so'mdan boshlanadi aslida. Laminat o'zimizda mana Toshkent laminatlari bo'lsa, lekin laminat eng dushovka narsa emas u. Germaniya Egerlaki bor, kerak bo'lsa mana akrilimizdan qimmatga bitadi u Egerlaki. Endi misol uchun o'rtacha 5 metr zakaz berishsa, necha kunda tayyorlab olib borib berasiz? Zakaz bizda katta kichikligini farqi yo'q. Muhlati 1 hafta 10 kun ichida uyga olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, dastavka ustanovkalar O'zbekiston bo'yicha qanaqa? Zakaz yo'nalishi bo'yicha borib o'lchov olishimiz, dizayn chiqarib berishimiz, ya'ni proyektini, undan tashqari dastavka, ustanovka mutlaqo bepul. Xo'p, mutlaqo bepul bo'ladigan bo'lsa, to'lov uslublari qanaqa bo'ladi? Misol uchun sizni chaqirishda o'lchagingiz ma'qul keldi. Telefon qiladi, oldindan taxminan razmerni aytadi, aytgandan keyin biz например narxini chiqarib beramiz. Keling, davay, moncha so'm zaklat beraman deydi. Qolgan summani belab berib o'rnatganingizdan keyin beraman deydi. Shu talqinda biz boramiz, borib o'lchaymiz, dizayn chiqaramiz, zaklatni beradi. 1 hafta 10 kunda mebelni o'rnatsak, qolgan summani beradi. Lekin yana eng dolzarb muammolardan biri kimlardadir bo'layapti, zaklat olib kelsam mebelchi uxlatib ketdi, u qildi, bu qildi degan narsalar ham bo'layapti. Agarda mebelchiga daveriya qilmaydigan bo'lsa yoki kimdandir kuygan bo'ladigan bo'lsa, u odamlarga biz mana mebelchilar qanaqaligi ko'rsatib qo'yish uchun bez zaklat ham qilib bera olamiz. Noliga. Bo'laveradi. Endi hozir yana bitta mebelimiz bor, uni ham bitta obzor qilib qo'yamiz. Bu yerda endi yana bitta modelimiz. Bu endi plafon poson deb qo'yamiz. Bularimizni ham 1 metrini 2 milliondan boshlab 2 million 700 ming so'mgacha yasayapmiz. Xuddi shuni o'zidan bo'ladigan bo'lsa 2 million 600 mingdan yasab beramiz. Balandligi chunki buni 240 ga chiqadi. Endi buni bo'yi pasaygan sari narxi ham arzonlaydi. Hozir aytilgandek mexanizmlarni ham sal, masalan, vakuum bor, bular yaxshirog'idan qo'yilgan. Arzonrog'idan mana bularga qo'yilgan vakuumlardan qo'yadigan bo'lsak, bularning narxi yana ham yengillab chiqaradi. Haliga aytilgandek, har doim qimmat narsa sifatli bo'laveradi. Sifat doim qimmat yuradi. Albatta. Arzon narsa sifatli bo'lmaydi deymiz u.
Endi bunda gazi, vitrishkasi bu albatta klient o'zidan bo'ladi. Biz mebelchidan bo'ladigan narsa rakvinasi, smesitellari, sushulkalari bizdan bo'ladi. Bonus bo'ladi. Bonus bo'ladi, albatta. Bu yoqqa qoshodonlarni ham qo'yib beramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa, rollerlargacha vakuumligidan bo'lgan. Buni ham hozir aytilganda chekalari, kromkalari, pon ichlarigacha plastmassa poha kromka bo'lgan. Bu yerda mana barniz stoykalari ham bor. Endi kimgadir yoqadi, kimgadir shart emas. Bularni masalan pulni qo'shib bersa, barniz stoykalarigacha qilib berib ketilaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa, kim uyiga oshxona mebel qilgizmoqchi bo'lsa, hozir akamga aloqaga chiqinglar. Ekranga telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. WhatsApp, Telegram orqali ham bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Ja muammo bo'layotgan bo'lsa, bitta skrinshot qilib, "Mana mebeldan kerak edi menga" desalaring, hozir akam o'zlari chiroyli qilib ma'lumot beradilar. Hozir aka video davomida aytilmagan xato kamchiliklar bo'ldimi? Xudo xolasa, xato kamchiliklarni klientlar o'zlari kechirib qo'yib o'tishadi. Antimincha biz tushuntirmay o'tgan narsalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishsa, batafsil tushuntirib beramiz. Videoda boshida bepulga tekinga mebel haqida gapirdim. Gapimni bitta tasdiqlab qo'yasiz. Xudo xolasa, albatta bor narsa. Bitta eng yaxshi chiroyli komment yozgan odamni topib, o'sha mebelni yetkazib. Yo, uni ehtiyoji bor odam manaqa holat desa muammosi yo'q unga, xudo xolasa. U kommentariyasi ham shart emas, sharoitdan kelib chiqib ish to'g'ri. Kommentariy yozishsin. O'shaning ichidan bir kishiga Xudo xolasa bo'laveradi. O'sha qiziqroq bo'ladi aka. Bo'ldi, gap yo'q aka. Xudo xolasa kommentariyaga yozinglar, videoga like bosib, videoni yaqinlaringga ko'proq jo'natib qo'yasizlar. Aka, vaqtingizni oldim, vaqtingizni Aka, rahmat, salomat bo'linglar. Videolarda ko'rishguncha.